Xo'sh, yoshlar, bugun sizlar bilan shimportlarni ko'rib chiqamiz. Shimportlarning qanday qobiliyatga ega ekanligini ko'rsatib chiqaryapti. Xo'sh, birinchi shimportlar qanday ishlashlarini ko'rsatishlik uchun sizlarga unda multimetr kerak bo'ladi. Keyin hayotda ishlab ko'rasizlar. Tushundingmi? Multimetr mayda bor, bilasizlar, naborda. Naborni olasizlar multimetrni. Testlardaga ikki noshkasi bor qolgan. Отрицательный deb qo'yilgan noshka. Ko'rinadi? И положительный noshka. Отрицательный noshka degan отрицательный esa manfiy, minus. Положительный bu отрицательный genda qildim. Положительный qayerga qo'ydim? Minus va suv. Plus 9-pinga. 9-shimport qo'ydim. Shimport qo'ydim. Qaranglar, endi bu yerda bir oddiy lampa, diodli lampani oldim. Buni ham ulab qo'ydim. Bunga bir plus bir minus bersam bo'ladi. Biroq endi buni naq o'sha lampani shimport bilan qanday yoqamiz? Prostoy oddiy portlar bilan yoqqan paytda lampochkada qanday yonish o'zgarish bo'ladi, shuni ko'rsatish uchun sizlarga Короче, e'tiborni qaratmayman. Shimport bilan prostoy portni ko'rsatgancha, men shimportni ko'rsatgan, prostoy portni ko'rsataman. Xo'sh, qaranglar. Endi kodni ochamiz. Ulovni ulavadigan minus qo'ygan kodga qaranglar. Asosiy e'tiborlarni kodga qaratmayman. Ko'rinib turgan? Qaranglar. Int dedim, 9-pinga berdim, shimportda. Keyin mod dedim, output, shundan mana yoqda aytib for operatorini ko'rib chiqasizlar sizlar bilan. For operatorini ko'rib chiqamiz. For degan ga degan. Nimagadir for you bo'lsa, nima senga bo'ladi. Sen uchun degan ma'noda. Endi bu for operatorni bajarib, bunga keyin batafsil to'xtalamiz. Hozircha sizlarga kerak bo'lgan narsa shuki, for operatorniki обязательно qolsasizlar. Qaranglar, mana bir qolsdir. Ko'rib turibsizlar? Yana bir qolsdir. Endi bu for operatorga ne yozasizlar sizlar? Int i teng 0. I deganimiz qiymat degan. Количество. Qiymat. Tushundingmi? То есть biz напряженияni ranglarini 0.255 gacha bo'lib oldik. 0.255 gacha bo'lgan sonlar ranglarining sonlari bo'lsa, ular напряженияda kuchlanishda nimaga to'g'ri keladi? 0 nimaga to'g'ri keladi? 255 nimaga to'g'ri keladi? Kim aytadi? 0 deganimiz nima? Arduino uchun. Ha? Kim aytadi? 0 degandan nechini Arduino? 255 degandan nechini? Volt yo'q. Qanday napряжение uchun? Tok yo'q degan napряжение uchun. 255 desachi? 255 desa 5 volt. 5 volt. Demak 0 voltga 255 qancha voltga to'g'ri keladi ekan? 5. Maksimum 5 voltga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Bu yerda mana shu количество i deganimiz количество. I количество 0 dan deydi. I количество 255 gacha. Qaranglar. I katta 255. I katta yoki teng 255 ga deydi. Demak, qiymat 0 dan
255gacha beribdi mana qarang. I 0 dan debdir. I dan katta 255gacha debdi mana. Ikki shart. Ni bo'lsin bu desa mana I plus plus. То есть qiymat ne bo'lsa, plus degan neydi? Ha? i'dan katta degan yoqda turadi. I 0 va i'dan katta 255 gacha. Nima bo'lsin degan so'z turmaydi mana. Algoritm tili bilan programmirование tilidan I plus plus degan nima bo'ladi? Qanday o'ylaysiz? Plus degan nima bo'ladi? Plus Qo'shish degan. qo'shish. Ya'ni Qo'shish degan ma'nosini. ya'ni 0 voltdan 5 voltga qo'sh. 0 voltdan 5 voltga ne? Qo'sh. O'sish degan ma'noda. O'ssin. 0 dan 5 voltgacha 0 qiymatdan 255 deganmiz endi. Bu yerda напряжение ko'rsatilmaydi. Sam ko'rsatiladi. 0 voltdan 255 gacha ne bo'lsin? I qiymat o'ssin degan ma'noda. Mana shu komanda, for komandasi shu. Tushunarlimi? Endi analog write Q degan pinga olamiz. Pin bizda 9 import qiymat I bo'ldi mana qarang. I qiymat I deganimiz analog write, to есть mana shu I qiymatni B degan ma'noni beradi. I qiymat bizda qancha I bilan 0 mi 255 mi? 5. Ha? 255. Yo'q, 0 emas 255 emas. 0 bilan 255 ning o'rtasida I nima qilsin debdir? Qiymat o'ssin debdir. Tushundingmi? 0 bilan 255 ning orasida qiymat o'ssin debdir. Ham o'sish deganni ni ko'rsatib plus ko'rsatib ham mana I 0 dan katta san 255 ga yaqsin. I dan katta, to есть qiymatdan katta bo'lsin, o'ssin degan. Katta belgisi, katta kichik belgisi, katta belgisidir. I dan katta. Shundan va endi aslo xuddi shuni ko'chirib for int, to есть int deganda bizda ni kerak edi? Import kerak edi. Pin kerak edi, to'g'rimi? Pinga nom beraylik intda, shundaymi? Mana shu bizga nom bergan intda birdan int turgan. Mana shu intqa deydi. Mana shu intni. Endi nima bo'ladi? 255 dan endi I 0 dan katta bo'lsin. To есть endi I ni bo'lsin? Kamaysin debdir. Tushundinglarmi? Mana shunday komandani yozib atlab olasizlar va yana analog write Q I. Demak, mayda 0 bilan 255 ning orasida qiymat o'ssin, 255 dan 0 gacha qiymat kamaysin degan komanda turibdi. Kamaysin qancha sekundda kamaysin? 40 sekundda mana. 4 millisekundda mana, 4 millisekundda. Tushundinglarmi? Endi qaranglar. Qara nima bo'lyapti? Sekin importda kuchlanish ko'payadi. Ko'rdingmi? 2 volt, 89 volt, 5, 490 gacha bordi. Unga qayta orqaga ketdi. To есть 5 voltgacha boshlaydi. 497 gacha bordi, qayta orqaga ketdi. Tushundingmi? Mana shu importning anosi shu mana. Ko'rdingmi? Постепенно, плавно beradi degan so'z. Sekin ko'paytirib, sekin kamaytiradi. Ko'rasizlar? Buni ko'paytirib kamaytirish uchun biz bunday kod berib qo'yamiz. Birinchi 0 dan 255 gacha постепенно oshsin, keyin 255 dan naborot 0 gacha постепенно tushsin. Birdan emas, sekin tushsin, плавно tushsin deyman. Tushunarlimi? Xo'sh, endi men bunga lamshkani berib qo'ysam qanday bo'ladi? Bu lamshka bergan plusni apartmay olasam. Misafir ne olasam. Endi lamshka yetib Постепенно ko'tarilib, постепенно tushish kerak. Bu nimaga tushmayapti? Tushunyaptimi? Endi ko'tarib qoldi, yarim meter. Ko'rdingmi?
Endi sekin tushadi. Ko'rdingmi? Evet, ko'taradi. Mana shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shimportning xususiyati shu. Endi shimportlarimiz shu tezlikni motorchiklarda joy sekin tezlikni oshirib, joy sekin tushirib, yalqitni sekin ko'paytirib, sekin pasaytirib turish kerak bo'lgan joylarda ne qilamiz? Ishlatib Shimport ishlaydi. tushunarlimi? Shuni. Masalan, mana motor olib keladi narsa. Mana motor kelgandan keyin mana o'sha motorni shag'ir dvigatel mana shu shag'ir dvigatelni ishlatgan paytda bu ballonga tezlik beradi mana motorga. Ballonchiklar ko'rinadi, yuratorlar. Mana shu ballonchikka tezlik bergan paytda именно mana shu for power'ni ishlatishlar kerak. For operatorni ishlatishlar kerak bo'ladi. Tushunarlimi? 0.255 gacha tezlik oshsin, 0.2 tezlik kamaysin deb berasizlar. Tushunarli? Yozib olinglar kodni. Ertaga keyingi darsda mana nima qilasizlar shuni Tushuntirib beraman. tushuntirib berasizlar. Hammaga ko'rinib turmi? Mana buni. Ha, ishlab ko'rasizlar. Hammaga ko'rinib turmi? Mana.